Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan 2-sinf matematika 1-qismida berilgan, demak 38-darsda berilgan uy vazifasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, agar uchburchakning har ikki tomoni deyapti, mana har ikki tomoni 6 cm ga teng. Demak, bu tomoni ham 6 cm, bu tomoni ham 6 cm ga teng bo'lib turib, perimetri 16 cm ga teng bo'lsa, uning 3-tomonni uzunligini toping. Demak, mana bu 3-tomonni biz topishimiz kerak ekan. Xo'p, shu 3 ta tomonning jami uzunligi 16 cm ekan. Xo'p, birinchi bizni qiladigan ishimiz 6 ga 6 ni qo'shib olamiz. Demak, 6 qo'shilgan 6 12. Xo'p, endi jami 16 bo'ladigan bo'lsa, shundan 12 ni ayirganimizda 3-tomon kelib chiqadi. 16 ayrilgan 12, demak bu yerda 4. Xo'p, javobimiz 3-tomon 4 cm ga tengligi kelib chiqadi. Bu yerga 4 cm deb yozishimiz mumkin ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.